Chevrolet Cobalt O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar ichida eng mashhurlardan biri hisoblanadi. U avtomobil avvalo qulay narxi bilan xaridorlarni o'ziga jalb qilgan va o'z segmentida raqobatbardoshligi bilan ajralib turadi. Cobalt modeli asosan oilaviy foydalanishga mo'ljallangan to'rt eshikli sedan bo'lib, keng salon hajmi va katta bagaj joyi bilan farq qiladi. Bu esa uni uzoq safarlarda ham shahar ichida ham juda qulay qiladi. Chevrolet Cobaltning dizayni oddiy lekin zamonaviy uslubda ishlangan. Mashina tashqi ko'rinishda soddaligi bilan jozibadorlikni uyg'unlashtira olgan. Old optikalari keng va yorqin, yon tomondan qaraganda ham avtomobil o'ziga xos chiziqlari bilan ajralib turadi. Orqa fonarlari ham ko'zni tortadigan shaklda yaratilgan. Texnik jihatdan Cobaltda 1.5 litrli benzin dvigateli qo'llanilgan. Bu motor tejamkorligi va ishonchliligi bilan mashhur. Maksimal quvvat o'rtacha 106 ot kuchiga teng. Avtomat yoki mexanik transmissiya variantlari bilan ishlab chiqarilgan. Yoqilgi sarfi ham kundalik foydalanishga moslangan. O'rtacha 7-8 litr atrofida benzin iste'mol qiladi. Shuningdek, mashinaning xizmat ko'rsatish xarajatlari ham boshqa xorijiy modellarga qaraganda ancha arzon hisoblanadi, chunki ehtiyot qismlari O'zbekistonda keng tarqalgan. Cobaltning eng katta afzalliklaridan biri bu uning saloni. Mashina ichida keng joy mavjud. Orqa o'rindiqlarda ham bemalol 3 kishi o'tirishi mumkin. Haydovchi va old yo'lovchi uchun ham qulayliklar yaratilgan. Salon materiali yuqori darajada bo'lmasa ham sifatli va chidamli hisoblanadi. Bagaj qismi 545 litr hajmga ega bo'lib, bu oilaviy sayohatlar yoki katta yuk tashishda juda qo'l keladi. Xavfsizlik tizimlari ham asosiy darajada o'rnatilgan. Mashinada old xavfsizlik yostiqchalari, ABS tizimi va zamonaviy tormoz mexanizmlari mavjud. Yo'l sharoitiga qarab mashina barqaror yuradi. Rul boshqaruvi ham yengil qilib ishlab chiqilgan. Cobaltning yana bir muhim jihati bu uning narxi boshqa avtomobillarga qaraganda arzonroq bo'lgani uchun O'zbekistonda keng tarqaldi. Odamlar uni ko'proq taksi faoliyatida ham ishlatishadi, chunki tejamkorligi va chidamliligi yuqori. Mashina uzoq yillar davomida og'ir sharoitlarda ham xizmat qila oladi. Umumiy qilib aytganda, Chevrolet Cobalt oddiy lekin ishonchli xalq avtomobili hisoblanadi. U ko'plab oilalar uchun arzon narxli, keng salonli va qulay mashina sifatida tanilgan. O'zbekistonda Cobalt uzoq yillardan beri sotuvda bo'lib, hanuzgacha eng ko'p xarid qilinadigan avtomobillardan biri bo'lib qolmoqda. Shu sababdan ham uning bozordagi o'rni mustahkam qolmoqda.